Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom u zotni Hazrat Umar roziyallohu anhuni Faruq deb ataganlar. Qachon desa, o'sha Makka mukarramada ochiq da'vatga chiqqanda Rasululloh akram alayhissalom o'zlari xursand bo'lib ketdilar. Musulmonlar baralla iymonini e'lon qilgandan xursand bo'lib ketdilarda, u Hazrat Umarni Faruq, haq bilan botilni ajratadigan, ochiq ajratadigan inson bu deb ataganlar. Hazrat Umar roziyallohu anhu payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'sha e'lon qilganlarda yonlariga chardaqqa chiqib yig'laganlar. Aytadilarki, qarasam Rasululloh akram alayhissalotu vassalom bir bo'yrada yotibdilar. Yonlariga bo'yraning izi chiqib qolgan. Keyin yo Rasululloh, duo qilsangiz Alloh sizga ham kenglik bersa. Axir Rum, Forslarning rahbarlarini ko'ring. Qanaqa bir katta maishatda yashaydi. Vaholanki ular Allohdan o'zgaga ibodat qiladi-ku, dedilar. Shunda Rasul akram alayhissalotu vassalom, ey Umar, sen Alloh ularga dunyoni berib, oxiratdan mahrum qilganiga shakdamisan? Alloh ularga dunyoni berib qo'ygan. Dunyoni olaversin, lekin bu vaqtinchalik deganlar va o'shunda Hazrat Umar aytadilarki, yo Rasululloh, men dunyoparastlik qilmayapman, lekin sizni holingizga yig'layapman deganlar. Mana shunaqa bir Rasul akram alayhissalotu vassalomga mushfiq, nihoyatda samimiy inson, jon fido inson bo'lganlar.